Orangizda menga o'xshab doktor yugurib, apteka yugurib, lekin kerakli natijalarni ololmayotgan insonlar bo'lsa, rolikni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men kasbim vrach bo'lgani bilan meni ham sog'lig'imda juda katta muammolar bor edi. Ya'ni bu ikkala buyrugimdagi gnaynik deydi, bu yering, jigarlarim yog'lanib ketishi, varikoz kasalligi, qon bosimimning oshishi, bosh og'rig'i va qonim quyuqligi meni judayam ko'p yillar bezovta qilib kelgan. Vrachlar tomonidan berilgan hamma tavsiyalarni qilganman, lekin kerakli natijani ololmaganman. Lekin Allohning marhamati bilan oldimdan sog'liqni tiklash borasida qadamma-qadam bajariladigan sistema bilan tanishtiradigan inson chiqdi. Va bu programmadan o'tish natijasida bugungi kunda meni buyragim ham og'rimaydi, jigarim toza, oyog'im ishmaydi, qonim suyulgan, bosh og'rig'im yo'q, qon bosimim bugungi kunda normada. Agar sizni ham shunaqa natija olmoqchi bo'lgan muammongiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldiring. Shu sistema bilan to'liq tanishtiraman. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.